Men qiz farzandimni ko'chaga chiqarmayman, uni odobli, axloqli qilib tarbiyalayapman deb o'ylayapsizmi, hurmatli ota-onalar? Lekin qo'liga telefon berib qo'ygansiz, bilasizmi? Ko'chaga chiqarmasangiz ham, uyiga qamab qo'ysangiz ham, lekin qo'liga mana shu telefonni bering. Bu qizingiz nima qilayotganini, kim bilan gaplashayotganini hech qachon bilolmaysiz. Hurmatli ota-onalar, iltimos, qiz bola farzandingizga bu telefonni bermang. Bugun vaziyat haqiqatda yomon. Qizlarimizni axloqi, odobi jar yoqasida. Diskotekalarni borib ko'ring, spa salonlarini borib ko'ring. Hali maktabni bitirmagan qizlar fohisha. Shuning uchun bu O'zbekistonimizni, bu millatimizni ertangi kunini biz porloq tasavvur qilishimiz uchun eng avvalo qizlarimizni oriyatli, iymonli, vijdonli, oqila qilib tarbiyalashimiz kerak, hurmatli ota-onalar. O'sha fohisha qizlar ham, o'sha spa salonlarda ishlab yurgan qizlar ham kimningdir qizi, kimningdir singlisi, kimningdir opasi